Hadis sharifda yana keladilarki, la tadribu ima Alloh, ayollaringizni urmanglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ayollaringizni urmanglar. Urib ushlab turishga harakat qiladiganlar bo'ladi. Xotinini ushlab turish urush orqali. Urush orqali ushlab turgan odamlar ertaga qarib qolgan vaqtda, urolmay qolgan paytda yoki farzandlar katta bo'lib qolgan paytda urolmay qoladi, uradigan bo'lsa bolalar o'rtaga tushadi. Ana o'shanda keyin u ayollar qo'pol qaytganda eridan o'ch oladi. Bolalari katta bo'lib qolgandan keyin yomon xotinlar bolalardan foydalanib erni bir tiyinga olmaydigan holatga kelib qoladi. Nima uchun? O'zi avvalda uni uraverib shu gap kelib qo'ygan, ichida qolib ketgan uni. Bor bu hayotimizga qaraylik, bor narsani gapiryapmiz. Shuning uchun urush bilan ushlab turib bo'lmaydi. Ba'zilar taloq qo'yib yuboradi, ha desa qo'qitib qo'ymoqchi. Yo'q, u qo'rqmaydi u. U qo'rqadigan emas u bilan. Qo'ysan qo'yaver deydi. Sen bo'lsang boshqasi deydi. Urushlik chora emas ekan. Oilani boshqarishlikning chorasi iloji urush bilan bo'lmas ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom urmaylar dedilar. Boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisalom so'zlarini Imom G'azzoliy hazratlari aytgan ekanlarki, wa'lam annahu laysa husnul xulqi ma'aha kafful adha anha bal ihtimalul adha minha. Ayollaringizga ozor berishdan to'xtasangiz, ularga zulm qilmaydigan holatda bo'lsangiz, mana endi husnul chiroyli muomala qilish kerak, husnul xulq bo'lish kerak deyapmiz. Husnul xulq qanaqa bo'ladi desa, shu ayollaringizni urmaysiz, so'kmaysiz deyapmiz. Shu urmaslik, so'kmaslikni o'zi chiroyli muomalada bo'ldi degani emas. Qarang. Imom G'azzoliy Hujjatul Islomning so'zlariga qaraylik. Siz ayollaringizni, qizlaringizni, singlaringizni urmaysiz, so'kmaysiz, qo'pol muomalada bo'lmaysiz. Haldan beri shu gapni gapiryapsiz, bir soatdan beri. Lekin shuni o'zi chiroyli muomala deganga yetib bormaydi. Unda nima qilish kerak? Nima qilsa chiroyli muomala qilgan bo'ladi desa, balki ayolingiz baribir haligi qiyshiq qovurvadan yaralgan. Siz unga ming chiroyli qilganingiz bilan u sizga o'shanday javobni kutmang. U qing'ir qiyshiqligidan, uni buzuqligi, fe'li, o'sha fe'li tabiati sizga yoqmaysa turaveradi, ursangiz ham boshqa bo'lsa ham. Balki o'sha ayolingizdan sizga yetayotgan yoqimsiz holat, ozorlar bor-ku, o'shanga chidashingiz. Mana shu husnul xulqdir. Sabr qilasiz, chidaysiz. Mana shu ayoliga sabr qilib chidashlikni o'zi agar aytilingandek qilsa insonni avliyolikka olib chiqadi deydi. Avliyolikka chiqishlikning eng oson yo'li Allohning do'sti bo'lib, bir ajoyib bir karomatlar sohibi bo'lishning eng birinchi va oson yengil yo'l zina pay deb qarasa, birinchi pog'onasi ayolga chidashlik. Oson emas ayolga chidashlik. Undan ko'ra urib qo'yishimiz oson bizda. Urib tashlashimiz oson, lekin u yo'l emas ekan. Unda nima qilishga chidaymiz? Nima uchun? U bizdan qo'rqamizmi undan? Yo'q. Alloh uchun. Allohning dini shunga buyurgani uchun. Mana bizga qiynalsak ham roza tutyapmiz-ku. Kasal bo'lib yaramay qolsak ham roza tutyapmiz-ku. Din deb. Qiynalsak ham bomdodga turyapmiz, namozlarni o'qiyapmiz-ku. Qiyin bo'lsa ham ayollarning zulmiga, ozoriga chidashimiz husnul xulq bo'lar ekan-u. Mana shu narsa sizni bizni Allohning huzuriga borganda eng yaxshi inson bo'lishligimiz, Allohning do'sti, Alloh suygan, Allohning sevgilisi bo'lishimizga, habibi do'sti bo'lishimizga olib borar ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafaatlariga dohil bo'lishlikka bizlarni olib borar ekan.